Assalomu alaykum. Bu bemorimiz 14 yildan qandli diabet bilan davolanadi. 9-yanvarda oyoqlarida chaniq paydo bo'lib, chirurglarda nablyotatsiya qilinyapti, terapevtlarda, endokrinologda, o'zlarining shaharlarida nablyotatsiya qilinib, ketdi. Hamma buni yaxshi deyapti. Bu agar ko'rinadigan bo'lsa покраснение. Покраснение degani bu infeksiya ketyapti, infeksiyasi bor degani. Hozir ko'rdik, bu yerda temperatura 35, bu oldida 38. Chunki infeksiya bor. Oyog'imni xirurglar ko'radi. Noto'g'ri bo'lgani oldinda pufakcha bo'lgan. Oyoq kiyim urgan edi. Pufakcha bo'lganda ochib tashamadi-da ular. U prям ustidan qilaverdi. U ichida gnoyение bo'lishi, mana atroflar polni pufakcha bo'lib ketgan. Atak oldi edi, mana bu taraf edi. Tirnoqim tushdi, qoparilib, bu yer уже nima bo'ldi-da, bitish usti bitgan bilan ichidan birdan teshikcha bor, suv chiqib keladi. Xirurg aytadi, yaxshi, hammasi yaxshi, lekin lo'qillab og'riq beradi, temperatura qiladi oyog'im, tizzabgacha qoqshash keladi. Intirgan qo'ymaydi, qo'lim tiksam ham как будто og'ir bosib o'tirgandek bo'laman. Doktorda eshitib keldim. Eshitib kelyapti rayonlardan kasallarimiz, bu уже yaxshi. Bu hammasi bizning shu kuzatuvchilarga rahmat, ming rahmat, ular tarqatyapti, nima qilyapti, informatsiya уже kelyapti. Rahmat ularga. Sizlar agar bizni qo'llab-quvvatlab turib, bizni qo'ygan videolarimizni, joylashtirgan videolarimizni keng tarqatib, hammaga yetkazib bera olsalaringiz, yordam bersalaringiz, bundan bu yana bir kishining oyog'ini amputatsiyadan saqlab qolish nimalari bor. Bu hozirgi holat juda xavfli holat. Oyoq faqat bu yerda to'xtamaydi, faqat barmoqda to'xtamaydi. Уже infeksiya ketyapti. Yana oshig'i bilan kamgina muddatdan keyin уже stopadan biror narsa qolmaydi. Hammasi infeksiya bo'ladi. Уже keyin amputatsiya srednye golini qilinadi. Shuning uchun bu yosh ayolimizni oyog'ini kesish bu bir oilani bir og'ir holatga solib qo'yish, bir odamni bola ham ishlaydigan, katta bir firmani bir ishi to'xtaydigan holatga olib keladi. Shuning uchun bu narsaga biz yo'l qo'ymashimiz kerak. Обязательно har bir bemorimizga biz harakat qilamiz, qo'limizdan kelguncha yordam berib, o'zimizni yordamimizni yetkazish uchun. Opamizga ham inshaalloh yordam beramiz. Rahmat sizlarga.